kechagi obyektimizni davomi desak ham bo'ladi. Devorning orqasida edi, unisi kecha qilganimiz. Bugun mana bu tomoniga ham hovuzning o'rtasida fontani bor. Atrofiga ham gazonlar uchun turba yotqizib fontancha montaj qilib chiqdik. Hozir montajimiz mana shu yerdan boshlanadi. Bu turbamizdan suv kelishi. Bu yerdan bitta ventillar uchun quticha qildik. Spesialni mana bu yoqdan yana bitta kran qoldirib ketganmiz. Bu obshi fontan uchun ventil qildik. Turbalarimiz mana shunaqa ko'rinishda ketadi. Hop. Bitta, ikkita, mana 3ta, 4ta, 5ta. Bu yerda mana kafillarni buzmagan holatda kafilni tagidan teshib olib o'tib ketdik. Umumiy hisobda shu maydonimizga, hovuz atrofiga 10 ta fontancha tushdi. Oxirgisi mana bu yerda oxirgi tochkamiz. Xudo xohlasa ishimiz tugatgandan keyin, chiroyli bo'lgandan keyin ko'rinishini yana bir marta qo'yaman. Mana shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.